yemasdan sassiq holiga jo'natish kerak edi, to'ppa-to'g'ri. Yutib chiqishi bu yerda muhim emas. Bu yerda haqiqat va qaror topishi muhim. Nozimani o'limi haqida jurnalistik ish olib borayotgan Dalil.uz Javohir akani qamatishmoqchi bo'lishayotgan ekan. Bu haqida efirda bir necha videolarda ko'rganlar shu haqida xabar bergan. Ushbu videomiz Javohir haqida bo'ladi. Marhamat, bitta laykni bosib videoni tomosha qiling. Dalil.uz Javohir akani ustidan yozib qamatamiz degan gapirishibdi. Bitta ikkita odam efirda ko'rib qoldik, shunaqa gap bo'ldi degan narsani gapirishdi. Yo'q, endi meni qamatishmoqchi bo'lsa, Dalil.uz Javohir akani qamatishmoqchi bo'lsa, to'g'ri tushunaman, chunki bular temasini olib chiqyapmiz. Lekin oddiy xalqda nima aybi bor deyapman-da. Kuzatuvchi sifatida shunchaki shaxsiy fikrini bildirgan insonlarni ham qamataman deyapsizlar ekan. Nima, agar 100 mingta odam sizlarga protiv chiqib o'zini shaxsiy fikrini bildirsa, ularni ham qamatasizlarmi? Nima bo'losizlar, Koreyani turmasini o'zbeklarga to'ldiraman deb niyat qilib qo'ydinglarmi? O'zi odamlarga ham qiziqsan-da, bularni nimasini qo'llab-quvvatlab baran qilyapsizlar, shunga hayronman. Sizlarni itga chiqarib turgandan keyin. Eslaysizlarmi, bloger Avaz videolarini o'chirib yuborgandan keyin birinchi qilgan efirida nimaga videolaringizni o'chirib tashladingiz deb savol bo'lganda, menga buyruq keldi videolaringni o'chirib tashlad deb, shunga videolarni o'chirib tashladim deb gapirgan edi. Eslaysizlarmi? O tashin deb o'ylagan edim. Kimdan buyruq kelishi mumkin ekan? Kimi gapi bilan o'chirdi ekan deb. Mana 2 kun oldin xuddi shu savolni bir yosh kattaroq inson berdi. O'zingizga haq bo'ladigan bo'lsangiz, nimaga videolarni o'chirib tashladingiz desa, ertaman turdim, ehson qilgim kelmay qoldi. Shuning uchun videolarni o'chirib tashladim. Odamlarga yaxshilik qilgandan ko'ra itga suv berganim yaxshi ekan. Odamlar men uchun it ekan deb turib odamlarni itga tenglashtirib qo'yapti. Ba'zi bir insonlar desa ham to'g'ri tushunaman, lekin umumiy qilib turib gapirib qo'yapti. Yo'q, o'zi bu akamiz juda ham ko'p xato gapirib, juda ham ko'p tildan ketib qolar ekan. 5-6 yil oldingi videolardan ham ko'rdim. Hattoki bittasini misol keltirib bersam, qozolar deb turib, qozolarniki osilib qo'yib turib, orqasidan kechirim so'rab chiqqan joylari bor ekan. Yoki bo'lmasam, mana 5-6 yil oldin ham bo'ldi, Koreyadan ko'nglim qoldi, bu ishlarni yig'ishtiraman, boshqa davlatga ketaman deb turib gapirgan odam mana tupurgisini qaytib olib turib, mana dalchi 5 yil davomida ehson qilgan shu Koreyada yurgan. Hattoki mana Nozimani ishidan keyin ham bo'ldi, endi osh damlab chaqiradigan bo'lsa ham men bu yerga qaytib kelmayman, ko'nglim qoldi Koreyadan, bu ishni qilmayman deb gapirgan inson mana kechagi kuni efirda gapiribdi ekan, o'likxona ochmoqchi ekan, dalchi ehsonchilik qilmoqchi ekan. Tushunasizlarmi? Mana hattoki menda o'zimda bu insonni голосовой bor. O'zi O'zbekiston davlatida tug'ilib o'sib turib, O'zbekiston davlatining nomini qoralab turib, qonun qoidasiga protiv chiqib qo'ygan голосовойлari bor-da menda eng qizig'i. Yaxshilik qiladi, deyapsiz. Yaxshilik qilib qo'yib turib, orqasidan bir dunyo gap aytib turib, minnat qilib tursa,